Hammaga assalomu alaykum. Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizga migratsiya sohasida Koreya mamlakatidan taklif etilgan bo'sh ish o'rinlarini o'qib eshittiraman hamda talablarni aytib o'taman video davomida. Agarda sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada telefon raqam qoldirib o'taman. Mana shu telefon raqamga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha savollaringizga javob olishingiz mumkin va ish o'rinlari sizga ma'qul kelsa, bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi sizni vaqtingizni olmagan holda video davomida ma'lumotlar berishni boshlayman. Xo'p, birinchi o'rinda Koreya mamlakatidan taklif etilgan bo'sh ish o'rinlar. Mana shu ish o'rinlariga hujjat topshirish uchun ishlamoqchi bo'lgan nomzodlarga qo'yilgan talablar va siz mana shu bo'sh ish o'rniga hujjat topshirayotganingizda qanaqa dokumentlar kerak bo'lishi, u yerdagi oylik maoshlar haqida sizga video davomida to'liq tushuntiraman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman, chunki har bir o'tkazilgan soniyalar sizni videoni takroran ko'rishga yoki qo'shimcha savollar berishga undaydi. Ana endi Koreya mamlakatidan taklif etilgan bo'sh ish o'rinlari bular: birinchi o'rinda oshpazlik sohasi, keyingi o'rinda metallurgiya, avtomobilsozlik, qurilish hamda payvandchilik sohasi. Xalq iborasi bilan aytganda, xalq so'zi bilan aytganda svarchilik sohasi. Xo'p, endi mana shu sohalarda faqatgina erkak kishilar hujjat topshirishlari mumkin va ularga qo'yilgan yosh talablari 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklar hujjat topshirishlari mumkin. Ana endi til talabiga keladigan bo'lsak, siz koreys tilini ayrim sohalarda bilishingiz kerak bo'ladi, ayrim sohalarda muloqot darajasida. Xo'p, ana endi agarda sizga koreys tilida sertifikat bo'lsa, ish beruvchi bilan o'rtasida suhbatda sizda muammo bo'lmaydi va ishchi vizani olishingiz osonlashadi. Agarda sertifikatingiz bo'lmasa, ish beruvchi bilan suhbat qilasiz, suhbat davomida yaxshi natijada o'tsangiz, sizga ham ishchi viza berilishi mumkin bo'ladi. Agarda sizda umuman til bo'yicha suhbat darajasida bilmasangiz, koreys tilini ozroq bo'lsa-da bilsangiz, siz hujjat topshirasiz hamda ish beruvchi bilan bo'lgan suhbatgacha koreys tilidan tayyorlanishingiz mumkin bo'ladi firmani o'zida. Xo'p, ana endi u yerdagi oylik maoshlarni aytib o'tadigan bo'lsam, oylik maoshlar kamida $1900 dan $2200 beriladi. Agarda sizni bu ish qoniqtirsa, bu oylik maosh qoniqtirsa, bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi hujjat topshirish uchun video kommentariyasida ismingiz, yoshingiz va kasbingizni yozib o'tishingiz kerak bo'ladi. Ayrim sohalarda ish tajribasi so'raladi. Sizga qoldirgan telefon raqamlarimdan ham qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin, chunki bizda har bir video ma'lumotda vaqt beriladi. Mana shu vaqtda, mana shu vakansiyani to'liqligicha tushuntirib berish kerak. Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun o'ylaymanki juda katta manfaatli. Mana shu Telegram kanalga obuna bo'lgan holda boshqa vakansiyalarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Nima uchun faqat Telegram kanalga obuna bo'ling deyman? Chunki Telegram kanalda har kuni 5 ta mamlakatdan vakansiyalar e'lon qilinadi va ketish xarajatlari ham har xil. Agarda qaysidir mamlakatda ketish xarajati qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, boshqa mamlakatga hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ayrim sohalarda tajriba so'raladi, ayrim sohalarda tajriba kerak emas, ayrim sohalarda til bilish kerak bo'ladi, ayrim sohalarda esa til bilish kerak emas. Endi sizga qanday hujjatlar kerak bo'lishini aytib o'taman. Xo'p, 5 ta hujjat kerak bo'ladi. Sizga buni tushunarli qilib aytib o'taman. Birinchi o'rinda xorijga chiqish uchun qizil pasport. Ikkinchi o'rinda vizangizga bosiladigan, ya'ni ishchi vizangizga bosiladigan 3,5 ga 4,5 ko'rinishda surat. Bu suratni fotostudiyaga borib ham tushib, qog'ozga chiqarib olib yoki PDF variantda jo'natishingiz mumkin bo'ladi firmaga, ya'ni hujjat topshirayotgan firmangizga. Uchinchi o'rinda
sudlanmaganlik haqida hujjat bu o'zingizni tumaningiz yoki o'zingizni shahar markazingizga borib, davlat xizmatlar markaziga kirib, chet elga ishga topshirmoqchi edim, sudlanmaganlik haqida hujjat so'rashdi. Mana shu hujjatni qilib bera olasizmi deya yashil pasportingiz yoki ID kartangizni taqdim etsangiz, 10 daqiqani ichida sizga sudlanmaganlik haqida hujjatingizni tayyor qilib berishadi. 4-o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Bular maktab, kollej, litsey, universitet, agarda magistratura diplomingiz bo'lsa, diplom attestatlarini so'raladi, ya'ni ularni elektron nusxasi. Xo'p, 5-o'rinda sog'lomligingizni tasdiqlaydigan hujjat. Ayni mana shu hujjatni aytib o'tganimdek, tuman yoki shahringiz markaziga borasiz hamda shifoxonada o'zingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazasiz. Tibbiy ko'rik natijalari sizni jismonan sog'lom deya topsa, sog'lomligingizni tasdiqlovchi hujjatni ham olib borasiz. Mana shu 5 hujjat bilan shu ish o'rinlariga hujjat topshirishingiz mumkin. Ayrim sohalarda staj so'raladi, ayrim sohalarda til bilish sertifikatingiz bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar tariqasida bularni ham topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi eng muhim narsa, har bir xususiy bandlik agentligi, har bir firmaga hujjat topshirayotganingizda, kontrakt shartnoma tuzayotganingizda ulardan beriladigan 2 varaqlik yoki 3 varaqlik shartnoma bo'ladi. Mana shu shartnomani o'qib ko'ring. Agarda biz sizni hujjatlaringizni mana shu ish o'rni bo'yicha topshiramiz, ish beruvchi agarda sizni qabul qilmasa, bizga boshlang'ich qilgan to'lovingiz deylik $500, $600 to'lovingizni yarmini qaytarib beramiz deb yozilgan bo'ladi yoki ayrim shartnomalarda birinchi amalga oshirgan to'lovingiz ish beruvchi sizni qabul qilmasa, bu viza xizmatiga olib qolinadi va sizga hech qanday to'lov qaytarib berilmaydi. Mana shularga ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolaman, chunki mana shu shartnomani e'tibor bilan o'qimaganlikning orqasida ko'p muammolar kelib chiqyapti. Ana endi sizga migratsiya bo'yicha, Koreya vakansiyalari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni aytib o'tdim. Ma'qul kelsa hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, kommentariyada fikringizni qoldirishni va like tugmasini bosishni unutmang. Sizlar bilan migratsiya sohasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.